Keyingi mashinamiz Cobalt avtomat bo'ldi. Bu mashina CNG metan gaz. Joyda xavfsiz xuddi turganda yoki bo'lmasam mashina qo'zg'alish paytida svetoforlardan chiqamiz u haydab razgon bilan. Обычный haydaganda ham pitirlab joydan qo'zg'aladi. Siltalab pitirlab joydan qo'zg'aladi. Mana xavfsiz xuddi turgan joyda ham riski gaz bosganda pitir qilib qo'yadi. Traval bilan ishlaydi dvigatel. Ana shunaqa nuqson bo'yicha juda ko'pchilik kelishadi. Bu hammasi gazli nastroykani to'g'rilash bilan bo'ladi. Hozir bitta tezroq haydab keldik. Yuqori оборотlarda haydamadim hali. O'sha qisqa masofada tekshirib keldim. O'zi turgan joyda ham bor edi bu narsa. Yurib qolgan kartani joyiga to'g'rilab oladi. Sizlarning ham mashinangizda shunaqa muammo bo'lsa, bemalol murojaat qilasizlar, idealni qilib beramiz.